Dugonam bilan nochovka qildik. Chips, shirinliklar, popkorn va qo'rqinchli film. Hammasi juda ham yaxshi o'tdi. 2ga yaqin charchab uyqumiz keldi. Ota-onam uyda yo'qligi uchun ota-onamni kravatida yotdik. U bir yoq tarafda, men esa bir yoq tarafda. Soat 3ga yaqin ko'zim ketib qoldi va o'rtamizga kimdir yotganini sezdim. O'rtog'im men tarafga qarab olgandir deb e'tibor bermadim, lekin shu paytda o'rtog'im "Sen ham buni sezyapsanmi?" deb so'radi. Men indamadim va ozgina vaqtdan keyin uxlab qoldim. Ertasi kuni qarasam, xonada mendan boshqa hech kim yo'q. O'rtog'imni